Bismillah, alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, bir ma'lumotni aytib o'taman. Madinada mana shu payg'ambarimiz masjidlarida bir rakat o'qilgan namozga 1000 rakat savob, 1000 rakat namoz o'qiganda savob berilar ekan. Qunduzda o'qilgan namozga bir rakatiga 500 rakat namoz savob berilar ekan. Ka'batullohga bir rakat o'qilgan namozga 100 ming rakat namozni savob berilar ekan. Hammani mana shu joylarga yetkazsin Alloh taolo. Madinada, Qunduzda, Makkatillohda namoz o'qish hammaga nasib ro'za aylasin. Mana hozir peshinni o'qib chiqdik. Payg'ambarimizning masjidlari juda ham go'zal, juda ham chiroyli. Hammani shu joylarga yetkazsin Alloh taolo. Chiroyli joylar. Bo'ylarga maza qilib, mana salqinda namoz o'qib, salovatlarni aytib o'tirsangiz juda chiroyli, juda go'zal bo'ladi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allohga ming shukr. Ming shukr mana shu bergan kuniga, bergan rizqiga, bergan hammasiga alhamdulillah deyman. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Hammalarimizni duo qilamiz. Salomga kirdik ertalab. Kelib bomdodga namozni o'qigandan keyin salomga kirib salomlarni yetkazdik. Nasib bo'lsa kechga salomga kiramiz. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.